25 dekabr 2025-yil kuni soat 19:00 "Oh-oh"da Mening yurtim telekanalida namoyish etiladigan Fitna serialining ikkinchi mavsum 19-qismi voqealar rivojida muhim burilish bo'lib xizmat qiladi. Ushbu epizodda syujet yanada chuqurlashib, qahramonlarning oldingi qarorlari bugungi holatga qanday ta'sir ko'rsatayotgani aniq sezila boshlaydi. Serial tomoshabinni shoshirmaydi, balki har bir holatni his qilishga undaydi. Fitnaning asosiy yutugi obrazlarning tabiiy va ishonarli ochilishida. Bu qismda qahramonlar keskin harakatlar bilan emas, balki ichki kechinmalar orqali namoyon bo'ladi. Aynan shu sokin, ammo kuchli dramatik ohang serialni boshqalardan ajratib turadi. Har bir xarakter o'z haqiqatiga ega ekani sezilib turadi va bu tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Rejissyorlik yechimlari va tasviriy uslub ham alohida e'tiborga loyiq. Kadrlar, musiqa va umumiy ritm voqealarning mazmunini yanada boyitadi. Ikkinchi mavsum 19-qismi Fitna serialining badiiy saviyasi yuqori ekanini yana bir bor isbotlab, tomoshabin kutgan sifat va hissiy chuqurlikni to'liq taqdim etadi.